Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi xalqarada kuchlik inqos qo'zg'agan bir paytda Xitoy amaldorlari Sharqi Turkistonda davlat bexatarlik tarbiyasi faoliyatini yo'lga qo'ydi. Xitoy Tangirtog nashriyotining xabariga qaraganda, ommaning davlat bexatarligiga bo'lgan tunishini oshirish va xatarning oldini olish va xatarga taqobil turish iqtidorini yetildirishni maqsad qilgan safarbarlik har qaysi yerlik va ommaviy organlarda umumyuzlik elib berildi. Dokladda mundaq deyildi: Bu safarbarlik tirishchanligi asosiy qonun, davlat bexatarlik qonuni, terrorlikqa qarshi turish qonuni, josuslikqa qarshi turish qonuni va tor bexatarlik qonuni qatorliqlarning keng qo'llashiga erishdi. Kuzatuvchilar bu tashabbusning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qilgan irqiy qirg'inchiligi sababidan Xitoyning xalqaro munosabatining nacharlashishi bilan zich munosabatlik ekanligini, buning Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonni kontrol qilish huquqini yo'qotishga bo'lgan andishisini aks ettirganligini ko'rsatdi. Washington Post gazetining tantarbiya xabar obzorchisi Sali Jenkins maqola e'lon qilib, Xitoyni xatarlik yilonga o'xshatdi. Gazetda Xitoy o'z fuqarolarini boshqarish, ya'ni qo'rqitish orqali Xalqaro Olimpik komiteti va olimpik qo'llovchilarini kontrol qildi deyildi. Jenkins Olimpik komiteti va olimpikni qo'llagan Coca-Cola qatorliq shirkatlarni Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa sukutda turganligini aybladi. Asiyadagi dаңlıq olim Piriling maqolasida Xitoyni bo'g'ma yilonga o'xshatib yozgan maqolasida dastlabda Xitoyning besimi intayin tuvan. Siz Xitoy bilan savdo, diplomatiya yoki olimpik munosabati o'rnatish uchun kichik ammo yarashtirish kelishimi tuzdingiz. Ammo uyga kirsangiz, yo'g'on bo'g'ma yilon sizni avor qiladi. O'zingizni yoki savdongizning bo'g'ilib qolganligini bayqaysiz. Xuddi suvga g'arq bo'lgandek harakat qilishga majbur bo'lasiz. U bu shaklda o'xshatish elib bordi. Link yana Xitoy o'z fuqarolarini qo'rqinch bilan kontrol qilmoqchi bo'lganligini, bu uning G'arb bilan bo'lgan diplomatik munosabati va xalqaro olimpik komiteti va uning sheriklari Sharqi Turkistonga jazo lagerlarida majburiy qamalgan Uyg'ur va boshqa millatlarni qul qilish, qiynash va bosqinchilik voqealariga pisand qilmay, sukutda va harakatsiz ekanligini bayon qildi. Tayvan va Diyoyuydal taqim orollarining Xitoy zimini ekanligini, Shangang va Sharqi Turkistonga munosabatlik ishlarning butunlay Xitoyning ichki ishlari ekanligini gavdalantirib, Xitoyning Janubiy dengizidagi orollar va qo'shni suvlarda shak shubhasiz egilik huquqi borligini ta'kidlagan Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi mundaq dedi: Amerika Yaponiyaning birlashma xitobnomasi Xitoyning ichki ishlariga takabburlik bilan aralashish sifatida xalqaro munosabatning asosiy qoidasiga ig'ir xiloflik qildi. Amerika bilan Yaponiya erkinlik va ochiqlikni tashviq qilsa-mu, amaliyotda ular kichik chandarak shakllantirish orqali guruh to'qinishni keltirib chiqaradi. Bu tashabbus davrning yuzlanishi va rayon va dunyodagi ko'plagan davlatlarning tinchlik, taraqqiyot va hamkorlikni ilgari surishdagi o'rtaq umidiga butunlay qarshi. Shunlashqa Amerika Yaponiya ittifoqining xarakteri va rayon tinchligi va muqimligiga xavf yetkazish suiqasdi texmo aniq oshkorlandi. Amerika prezidenti Bayden juma kuni 2021-yili 150 ming deb e'lon qilingan musofirlarni qabul qilish cheklamasini o'stirganligini jakarildi. Amerika prezidenti Joe Biden hafta oxiridagi dam olish kunini o'tkazgan Delaware shtatidagi musofirlarning cheki haqida matbuotlarga bayonot e'lon qildi. Bir savolga qarata Biden bu yil qabul qiladigan musofirlarning sonini tilga olib mundaq dedi: Biz bu sonni ko'paytamiz. Mesela Janub chegarasidagi yoshlarga munosabatli krizisning davomlashishida edi. Biz birla vaqtda ikki ishni qila olmadik. Shunga hozir bu sonni ko'paytamiz. Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Ned Price o'zining ijtimoiy aloqa to'rida e'lon qilgan bayonotida Rossiya bilan Chex o'rtasidagi siyosiy krizis davom qilayotganda Amerika Chex bilan Rossiyaga qarshi turganligini o'tirg'a qo'ydi. Chex Tönögen Verbinday shahridagi o'q-to'ri iskolatida 2 kishining qazo qilgan voqeaga yetishliq 18 Rossiya diplomatini chegaradan qo'g'lab chiqarganligini va davlatdan ayrilishiga 48 soat vaqt berganligini e'lon qildi.